Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2000-yili 1-oyda nashr qilgan roman Eli Dolqonlari, avtori Abdurahmon Qahar. 1-qism, 10-bob. 1. Bu shaharning to'g'ri ko'rik bozori eng obod bozorlarning biri. Hozir bu yerda kishilar tamg'a chaplangan rasmlik tashviqot varaqasini qisqa-qisqa bo'lib ko'rishmoqda. Bu tashviqot varaqasiga rasm chizilgan. Rasmga qasqan shapkasining mangliga 12 qirliq kakar taqgan Gomindang askarining ko'ksiga miltiqning ishtikini g'azab bilan urayotgan bir qo'zg'alonchining surati tushirilgan. Rasmning ostiga "Yo'qolsin Gomindang, yoshsin inqilob" degan shuar yozilgan. Bargan sari ulg'ayotgan kishilar to'pi ichida yuzlariga tabassum yugurib, rasmga zo'qilib qarab turg'uvchilarmi bu xabarni boshqalarga yetkazish uchun hayajondan o'zini bosolmay tezla burilib ketib borg'uvchilarmi va o'ngsili o'chib, demi ichiga tushib ketguchilarmi bor. Kishilar texi tungungacha ozodlik nomi bilan chaplangan tashviqot varaqlarini ko'rib kelyotdi. Uningga Gomindanga qarshi bosh ko'tarishning ozodlik sepiga uyushishning lozimligi yozilgan edi. Amdi bo'lsa bosh ko'targan inqilobchining jonliq qiyofati gavdalanibdi. Bu kishilarni hayajonga solmay mumkinmi? Birdamdan keyin atrofga saqchi yig'ib ketdi. Ular to'plangan kishilarga olib qarab, asabiylarcha vaqirashga boshladi. Darhol tarqalish, rodupaylar, bo'lmasa hozir kallangdan is chiqadi. Bu yerga kelguchilarning oyg'i uzilmaydi. Rasmlik tashviqot varaqasi to'g'riliq xabar eg'izdan eg'izga, quloqdan quloqqa yetib, ayol bo'lmay necha yuzlagan kishi yig'ildi. Saqchilarning shuncha qattiq varqirash, divaylashlariga, do'qlarga kishilar pisand qilmadi. Saqchilar qo'pollik bilan vaqiraydi. Tarqalish, rodupaylar, o'lgun kelishdimi? Nemancha bizanlashib ketdi bu haq. Lekin xalq tarqalmadi. Saqchilar ularga tashlanib, taraslatib qamchi soldi. Odamlar qalayimqon qechishdi, pitirashdi. Birer 100 metr yergacha berishib to'xtab qilishdi va yana yig'ilishga boshladi. Ko'chada ansizlik bilan u yoqdan bu yoqqa chiriqirishib o'tgan mashinalar, otliq chiriklar ko'payishga boshladi. Shunchalik haybatlik ishlar qilinyapti-mu, ko'chada yurgan kishilar xuddi qiyondek oqatdi. G'azabga kelgan kishilarning ko'chaga chiqishini to'sib qolg'ili bo'lmaydi. Bundan qonliq yaralarning ig'iz ilayotganligini ko'rgili bo'ladi. Ozodlik tashkilotining yer osti xizmati jiddiylashgan va unum berishga boshlagan edi. Har kuni tong oldidagi qorong'ulikda ko'chalarning tomlariga, simtanab turuklariga tashviqot varaqalari, rasmlari choplanadi. O'ylalarga tashlanadi. Har kuni cherklar tarafidan yuzlab varaqlar yirtilib tursa, atsi atigandila yana yuzlab varaqlar paydo bo'lib turadi. Vaziyatdagi bu o'zgarishlar qo'zg'alon bo'ladiganligidan shapa beradi va xalqda ishonch paydo qiladi. Zayniddin soat 4 ga 20 minut qolganda sur bosgan ko'chalarni bo'ylab Oltishuvar mahallasiga qarab mandi. U bugun mundaq bir bog' topshirib olgan edi. Taklifnoma: Muhtaram Zayniddin, chorshanba kuni tushdan keyin soat 4 da Oltishuvar mahallasidagi 56-nomerli qoroda o'tkaziladigan to'y murosimiga qatnashib berishingizni so'raymiz. Ehtirom bilan Mamtaxun. 1944-yili 9-oyning 12-kuni. Zayniddin o'ylanib qoldi. Bu ajoyib ish-ku. Ya men sahibxonni tonimasam, bu bog'a qandoqlarcha menga kelib qoldi? Burun teri zavodda ishlagan ishchi Mamtaxunmi ya? Yo'q, u Mamtaxun boshqa mahallada. Uning mehmon chaqirg'udek holimi yo'q. Undaq bo'lsa bu zodi kim? Bu Lyubindi degan jallodning o'yini bo'lmasa yana. Bu ablag Ili viloyatiga kelgandan beri ko'cha bozorlarda puxroch kiyinib, ichiga tapancha esib olgan, pichoq silib olgan qora ko'ngil lo'kchaklar ko'paydi. Bugun men bu bosh uchi yo'q bog'aqni topshirib oldim. Lyubindi biror bahona sabab tepib qo'lga olmoqchidir. Hozir yuz berayotgan ishlarning markazida mushu sir yo'shiringandi. Balki hozir sirliq ishlar ozmi? U shularni o'ylab qo'lidagi chiroyli ishlangan bog'oqqa
senchilab qarab qo'yib yo'lini davom etdi. Uning bosh ustidagi qora bulutlar hili yomg'ir quyuydiganidek sangilib turardi. Ko'chadagi uyoq bu yoqqa o'tkichlar oldirishib maqmoqda edi. Nizomiddin iransizlik bilan ketayotgandek ko'rinsa-mu, lekin ko'chada ketayotgan har bir kishiga zan qo'yib maqmoqda edi. Agar yo'lda biror peshkanlikka uchrab qolgudek bo'lsa, qandoq qilish kerak? Bundaq ishlar oz bo'layotamdi. Kishilar har kunliki o'nlab, yuzlab tutilib ketib bormamdi. Hukumat hozir shunchalik vahshiylashib ketdiki, uning saqchilari o'zlariga olib qarab qo'yg'uchilardanmi gumon qilgan bo'lib ketdi. Biror paket bilan tutish emas, oldi bilan tutish, ondan paket izlash, yasashga o'tdi. Gomindan hukumatining moiti shu. Şuna meni nima asos bilan tutsan degili bo'lmaydi. Tutib olsa, paketni paydo qilmoq ta's emas. Yaxshisi tutib bermaslik. Yiroqdilla saqchig'imi, puxroch kiyingan kishilarga sapsilib ma'g'an tuzuk. Nizomiddin shundaq ish peshkanlikka yuz berib qolgudek bo'lsa, qandoq qilishning lozimligini o'ylab, o'ng qo'lini yanchuqidan chiqarmay ketib boradi. Kaynidan biri uningga yetishib keldi. "Salom apandi, nega?" U kayniga burilib qarab, "Salom Zeyniddin," dedi qo'l berib. Zeyniddin yaqinqi kunlardan biri Nizomiddin bilan tanishib qolgan. Bu uchrashish bilan har ikkisining chiroyida jo'shqinlik yandi. "To'yga," javob berdi Nizomiddin. "Nadik to'yga?" "Oltishvar mahallisidagi to'yga." "Mundaq danga, Oltishvar mahallasidagi to'y murosimga qatnashqali mengapsiz-da." Zeyniddin ishning dal ustidan tushgan edi. Ular xili yaqin bo'lib qolgan bo'lsa-mu, ammo bosgan qadamlarini bir-biridan yoshirib yurishgan. Mana endi ikkisining biri yo'lda ekanligi ayon bo'lib, sir tutishga o'rin qolmagan edi. Shunga u ishonchli holda uning ko'zining ichiga qarab, "Albatta, vaqt yetdi. Zeyniddin, herning zahrdan qo'rqqan odam hargiz asal yeyolmaydi," dedi. "To'g'ri aytdingiz, apandim." Uning bayqi andishlaridan asarmu qolmagan edi. Shunga jiddiy holda mundoq dedi: "Amini bir o'lim. Ozodlik uchun kurash qilishda o'limdan qo'rqmaslik kerak." "Shundoq," dedi Nizomiddinmi jiddiy holda. "Gomindanchilar bizni sinko deb kelyotidi. Dunyoda buningdan ortiq xo'rliq bo'lmas. Xo'rliqdan qutulish uchun kurash qilishga, o'limdan qo'rqmaslikqa to'g'ri keladi. Odam uchun eng qimmatli narsa ozodlik, erkinlik. Mushu yo'lda sinkolarning qandoq ishlarni ta'virtalaydiganligini ko'rsatib qo'yish vaqti yetdi. Bizningmi tariximiz yoziladi. Xo'rlangan odamlar tarixning davomini kurash qilmoq, baxtga yetmak deb yozadi. Chunki xo'rliq cheklik bo'ladi, kurash cheksiz bo'ladi. Shundoq emasmi?" Nizomiddin to'xtab uningga qaradi. Uning o'z so'zidan o'zi hayajonlanib, quyuq qoshlari tiklishib, chiroyi texmo surlik tusga kirgan edi. "Albatta," dedi Zeyniddin Nizomiddinning so'zlaridan hayajonlanib. "Hozir Oltishvar mahallasidagi to'yga qatnashimiz. Kech kirganda yo'lan tartimiz-da." U huzurlanib qizib ketgan olqonlarini bir-biriga surkidi. Nizomiddin kulimsirab, "Hay yo'lan, baxt nada yori yor. Ozodlikqa belni bog'lab chiqqan yerda yori yor. Deymiz-da," dedi. İkisi kulishib ketdi. Bu kulka ich-ichidan urg'ib chiqqan edi. Ular do'qmushdan qayrilib, Oltishvar mahallasiga keldi. Ularning oldidagi bir hovlidan top, duttar, tambur ovozi anglandi. Yana bir necha hovlidan o'tsila, nag'ma navo ovozi anglayotgan 56-nomerli hovliga boradi. İkisi qadamlarini tizlatdi. 56-nomerli hovlida to'y markasi qizib ketibdi. Bir necha odamlar butun ishtiyoqi bilan soz chilayotibdi. Hovli ichi yuzlaridan xushallik, tabassum ifodalanib turgan mehmonlar bilan to'lib ketibdi. Zeyniddin Mamtaxun ismli sohibxon bilan ko'rishga oldirmoqda va atrofiga sapsilib qaramoqda edi. Naqsha soz, o'yin tomosha davom qilmoqda edi. Mehmon kutayotgan biri ularning qulqiga pichirildi. "Sohibxon ikkinglarni av uyda biror piyola choy ichishga taklif qilyotidi. Qani marhamat." Ikkisi pakarg'ina bir uyning eshigi oldiga keldi. Mehmon kutuvchi ularni uyga kirgizib o'tib, eshikni yopib qo'yib ketdi.
Bu uyda yana bir mehmon kutkichi bor edi. U, "Qani, ichkirki uyga" dedi. Ikkisi ichkarki uyga salom bilan kirdi. Ichkarki uyda cho'rdab ko'rpalar silingan, ko'rpalar ustida liqqida kishilar o'ltirishatdi. Nizomiddin bilan Zayniddin o'ltirgan odamlar bilan birma-bir qo'l ilishib ko'rishdi-da, ko'rpadan o'rin oldi. Yosh bir yigit o'ltirganlarning qo'liga suv oldida dasturxon soldi. Non, tatliq turumlar silingan patnuslarni qo'ydi. Ondan choy tortildi. Zayniddin qo'liga chinini ilib, uydagilarga sap soldi. Ularning chiroylarida ig'ir besiqliq, xushxo'yliq, ko'tarangi ruhiy holat aks etib turardi. U texi gap so'z boshlamay turibla kishilarning nimishqa bu yerga yig'ilib qolganligini tushundi. Uning yaxshi taniydigan odami to'rdagi qatorning chetida o'ltiribdi. U na vaqtda Zayniddinga pat arada ma'lum joyda bir yig'in echiladi degan edi. U yig'in mushu bo'lsa kerak deb o'yladi. Mehmonlarimiz kelib bo'ldi. Qani, to'y murosimimizni boshlaylik, yo'ldoshlar, dedi to'rdagi qatorda o'ltirgan Abdukarim Abbosov kulimsirab. Bu yig'ilish biz tashna bo'lib kelgan Ozodlik tashkiloti rahbarligining kengaytirilgan yig'ini. Yig'inda har qaysi cho'ng guruhlarning mas'ullari chaqirildi. Hozir vaziyatda o'zgarish tiz bo'lmoqda. Uyg'ongan xalq tashkillik bir kuchning rahbarligiga muhtoj. Biz uyultashdek mustahkam uyushdik. Vaqt pishib qoldi. Yo'ldoshlar, mana endi mangu o'chmas kurashchan tarix yaratishning payti keldi. Biz bugungi xalqimizda emas, balki kelgusi avlodlarimiz hurmat bilan tilga oladigan ulug' ishlarni qilishimiz kerak. Biz hargiz ularning qarg'ishiga qolmasligimiz kerak. Biz qurolli qo'zg'olon ko'tarishga bel bog'ladik. Shunga qurolli qo'zg'olon ko'tarishning tayyorligini puxta ishlashimizga to'g'ri keladi. U sovib qolgan choydan 2 yutum ichib, so'zini davomlashtirdi. Hozir nilqidagi qo'zg'olonchilarning harakati jiddiy. Bizning avatgan odamlarimiz xalqni tashkillash, uyushtirish xizmatini ishlab, qo'zg'olonchilarning rahbarligiga yaxshi yordam bermoqda. Qo'zg'olonchilarning bizga qo'yayotgan o'rinliq talablarimiz bor. Yig'in boshqaruvchi yig'inda o'ltirganlarga jiddiy ham ig'ir vazifalarni yuklamoqda edi. Bu yerda o'ltirganlar zavodlarning bo'shatilgan ishchilaridan, G'ulji shahar atrofidagi dehqonlardan va ziyolilardan bo'lib 20 ga yetadi. Bularning ko'pchiligini Nizomiddin tonimaydi. Bir necha tanishlaridan boshqa Abdukarim Abbosovni eng yaxshi taniydi va uning bilan sirdosh do'st edi. Ular Urumchida tanishgan. Nizomiddin o'lkalik Darul Mualliminning eng burun o'qish tugatgan o'quvchisi bo'lib, shu yerda o'qituvchilik qilganda Abdukarim to'liq o'rta maktabning o'quvchisi edi. Ular shu mezgilda tanishib, yaqin do'stlik o'rnatgan. Keyin Nizomiddin Ilim Millatlar gimnaziyasiga o'qituvchi bo'lib yetkilib kelganda, uning keynidan Abdukarimmo kelib, shaharlik ma'rif idorasiga tarjimon bo'lib o'rinlashgan. Yig'in qatnashuvchilari jiddiy kayfiyatda so'zlaguchining og'ziga qarab o'ltiradi. Abdukarim sirtdagi ahvollarni Leopindining iliga kelgandan buyanqi ilib berayotgan xufiyona harakatlarini, har millat xalqining Gomindanga qarshi kayfiyatining ustunligini, xalqning ozodlik, erkinlikka bo'lgan intilishini uzoq so'zladi. Boshqalarmo o'z fikrlarini bayon qildi. Abdukarim yana nilqa qo'zg'olonchilarining yaqinqi harakatlarini Gomindaning ba'zi bir organlariga tuyuqsiz tiyib qo'yib, ularni aloqzodlikka silvatganligini bayon qilishga boshladi. Abbosovning aytqini o'ltirganlar uchun yangilik edi. Elingan ma'lumotlarga qaraganda, dedi u, bu yil, ya'ni 1944-yil avgust oyida Fatih Muslimov yo'ldoshlaridan ayrilib, qochqin bo'lib yurib, oxir Nilqa noyisining Ulastay degan teg'iga bordi. U yerda Suvanbek ismli og'asining uyida yotadi. Atsi Suvanbek Jilil yuzidagi Hamid Muslimovni tepib keladi. Shuningdan keyin Rafiq Yabbaychorin, Hushiram Mamatov, Osman Ibrohimov, Nurum Obulovlarmo keladi. Ular Suvanbekning uyida uchrashdi. Bu chaqda ular Gomindan hukumatiga o'chmanligi intayin kuchli bo'lgan G'ani Mehmet Baqiyovning Qosh daryosi atrofida yurganligidan xabar topadi. Ular G'anini tepib kelishga odam avatidi. 3 kundan keyin G'animo aksi Akbar bilan Seyitmo keladi. Akbar bu chaqda
yo'shirinib yuradi. Chunki uning yo'shirinib yurishiga ziraklik ham chaqqonlik bilan qilingan mundaq bir ish sabab bo'lgan. Buni sizlarga qisqacha hikoya qilib beray. Bir kuni gomendanchilar uning uyiga tuyuqsiz bostirib kirgan. Akbar ularga "Meni tutib ketsanglar mayli, qarshiliqim yo'q, lekin men umrimda uyimga kelgan kishini mehmon qilmay qayturgan emasman. Avval sizlarni ana avi o'g'liqim bilan mehmon qilaman. Shuningdan keyin chiroyliqcha oldinglarga tushib manaman" debdi. Ular rozi bo'lishibdi. Shu oraliqda Akbar xotiniga otni egarlab, "Yar bo'yiga tayyor qil" degan gapni sharatlab uqtirib ulguribdi. Akbar o'g'loqni tutishga kirishib, uni qo'g'lab yar bo'yiga tushibdi-da, tayyor qilingan etiga minib qochib ketibdi. Shunda qilib u tog' ichida yo'shirinib yurgan yeridan kelgan. Mana bular nilqa qo'zg'olonchilarning boshlamchilari, tashkillovchi, rahbarlik qilguvchi kuchlari. Shundaqla yana bularning hammasi bir necha 10 kishilik otryadlarning komandirlari. Yaqin orada ular bir necha 100, bir necha ming kishilik otryadlarning komandirlari bo'lg'usi. Shuningdan keyin ular Ulastay tig'iga yig'ilib, Gomindan tuzumiga qarshi kurash qilish uchun qasamyod qilib, o'zlarining suyumlik xalqini ozod qilishga bel bog'lagan. Ular oldi bilan gomindanchilarni aloqzodlikka silish, ansizlikka tushirishni o'ylashgan. G'ani bilan Akbar birdan muhofazatchisini ilib, G'ulja shahriga yo'shirinchi kirgan. G'ani yarim kechida gomindan qo'shinlarining elidagi qo'mondonlik shtabining darvozasida turgan ikki qarovulning oldiga ot choptirib kelib, ularni etib tashlab, qo'lidagi qurol, bilidagi o'qdonlarni ilib, Oydurum tarafga qochib ketgan. Akbar mo naq shu chog'da Oydurum darvozasidagi ikki qarovulni etib, ularning mo qurol, o'qdonlarni ilib qochgan. Ular to'ti uchrashib, taqqa yo'l olgan va atsi Ulastayga yetib borgan. Bu ish gomindan uchun ajoyib cho'ng vahim paydo qilgan. Gomindanchilar paypitak bo'lishib, xuddi yomon tush ko'rgan odamdek ko'zlarini parqirtib qolgan va idoralarda ansizlik yongan. Abdukarim bir tinib oldi. Yenida o'ltirganlarning hayajonlangan, tabassum aks etgan chiroylarida derazadan tushib turgan kunning oxirgi nurlari o'ynamoqda edi. O'ltirganlar so'zga shunchalik berilib ketgan ediki, Abdukarim so'zdan to'xtagan bo'lsa-mu, qimir qilmay, xuddi qetib qolgan odamdek uningga tikilib qolgan edi. Ba'zilar ishning bu darajaga yetganligini texi bilmaydi. Bilganlarmu umumiy kayfiyatga o'zligidan agishib, jimib o'ltirib ketishgan edi. Odamlarning bir irodaga kelganligi, o'zlarini ulug' bir ishga atganligi, jiddiy tus olgan qiyofatlardan ba'zida g'azab uchqunlari yongan, ba'zida tabassum chaqnagan ko'zlardan, yimirilgan lablardan bilinib turadi. Shu holda bir haza o'tgandan keyin anglanmas fikrlashlar boshlandi. U so'zini davomlashtirdi. Yana xabarlarga qaraganda, nilqa qo'zg'olonchilari gomindanchilarning qo'lidan nurg'un qurol yarog'larni tortib olgan. Ular bir turkumlar emas, turkumlab tog'da bemalol harakat qilmoqda. Fatih, G'ani atritidan 40 odam, Osman, Nurumlar atritidan 30 odam, Akbar atritidan 20 odam, Seyit atritidan 10 odam bo'lib, hammasi 100 odam nilqa saqchi idorasiga tuyuqsiz hujum qilib, ularni terparang qilib atgan va ko'p miqdorda miltiq, o'q-dora g'animat olgan. O'zligidan kelib atriyatlarga qo'shilganlarga qurol-yarog' tarqitib berilgan. Mana bular nilqidagi asosiy ahvollar. Yig'in qatnashchilari Abdukarim Abbosovning yetkazayotgan ma'lumotlaridan texmi ruhlanib hayajonlandi. Uning so'ziga butun vujudi bilan berilib ketganlar uzildirmay tamaka chekishatdi. Uy ichining ko'p-ko'k tamaka isiga to'lganligini hech kimmi sezmaydi. Odam dard tartib qayg'ursa yoki xushal bo'lib hayajonlansa, tamaki xumari qattiq tutadi. Shu topda qo'zg'algan hayajon ularni ana shunda holga keltirib qo'ygan edi. Ular Abdukarimdan yana yangi, anglamagan so'zlarning chiqishini kutatdi. O'ltirganlar o'z hayotida kirmagan ko'chalarga kirganligidan, tashlanmagan qadamlarning tashlanganligidan suyunmoqda edi. Odam shundoq narsa. Arzu armanining uchqunlarini ko'rsala, his tuyg'ulari qo'zg'alib, o'zini shu yo'ldagi fidokor hisoblaydi. Shundoqla ular o'zlarini emas,
kelgusining bala chaqalarining baxt saodati uchun chilishqa atlanganligidan o'zlarini baxtiyorlik ilikida sezidi. Shunga ular Abdukarimning so'zlariga tashna, o'zlarini qandoq vazifalarning kutib turganligiga tashna. Abdukarim texi so'zlanmagan, ammo so'zlash uchun ko'ngliga pukkan so'zlarning salmoqidan hayajonlanib mundoq dedi: "Biz ulug' ish uchun otlanib chiqdik. Tarix yonmaydi. Mardlar bosgan izidan qaytmaydi. Go'mindan hukumati bizni hech ish qila olmaydi deb o'ylaydi. Rost shundaqmi? Qo'limizdan hech ish kelmamdi." U mardona, jo'shqin chiroylarga tikildi. "Keladi, kelyotidi-ku. Dunyodagi boshqa millatlar qila olgan har qanday ishni bizmi qila olamiz. O'zimizni boshqara olamiz. Yurt so'raya olamiz. Ammo biz bugun mahkum millat. Ishnishimiz kerakki, pat yaqinda ozod millatga aylanamiz." Kelgusiga yongan ishonchdan kishilar o'ltirolmay qoldi. Jiddiy tus olgan chiroylar o't oldi. Dasturxon yig'ishtirilmay, üstilab qaynoq choy quyilmoqda edi. Andin liganlarda polo tartildi. Uy egisi o'ltirganlarni tamoq yeyishga taklif qiladi. Lekin hammaning yinib ketgan ko'zlari so'zligichida edi. "Qani, tamoq yegach anglayli", dedi Abdukarim so'zini davomlashtirib. "Charlab egilgan ahvollarga qaraganda, G'o'ljidagi cho'ng-kichik tera zavodlar Shexoda turishdoq go'mindan qismlari uchun egar to'qim, kamar, juva, quloqcha, pima ishlayotibdi. Demak, go'mindan qo'shinlari tog' rayonlarga hujum qilishga tayyorlanibdi. Ular shu joydagi qo'shinlarni yutkab kelib, Nilqida yongan o'tni o'chirmoqchi va G'ulji shahridagi odamlarni qattiqroq yutilolmaydigan holga keltirmoqchi. Bunga nisbatan bizdimi puxta tayyorlik bo'lishi kerak." Abdukarim qiziq choydan bir necha yutum ichtida 4 yanchuqliq astarlik chapinining izmalarini yeshivatdi. Qo'saq ochadigan mezgil bo'lib qolgan bo'lsa-mu, hech kim tuzukkina tamoq yegini yo'q. Hammasining hissiyoti to'lqinlanib, ko'z oldidagi ig'ir vazifalarni o'ylab o'ltirganligi uchun tamoqqa hech kimning ishtihosi tortmaydi. Bu o'ltirganlar o'z xalqining taqdirini o'z qo'liga ilishga rahbarlik qilish tarixning ularga yuklagan muqaddas vazifasi ekanligini cho'nqur tushungan va shu ko'yda yolqinlanib yenib kelayotgan odamlar. Abdukarim hayajondan sal-pal titirgan qo'lini yanchuqiga silib, tumarcha qilib qatlangan bir parcha xatni oldi. "Mana bu xat nilqidan kelgan", dedi u xatni pulanlatib. Hammasi xatga intizorlik bilan tikildi. Xatga qo'zg'olonchilarning atrot komandirlari imzo qo'ygan. "O'qib beray, anglab beqinglar. Ahvolda tez o'zgarish bo'lishi mumkin. Hozirgi vaziyatning o'zgarishiga asosan o'z harakatimizni chapsanroq kengaytirishimizga to'g'ri kelyotidi. Qo'zg'olonchilarimiz hozir Nilqini ishg'ol qilishga jiddiy tayyorlanmoqda. Ammo hozir Nilqa tog'lari sovuq. Yana 1-2 haftadan keyin qattiq sovuq tushib ketadi. Qo'zg'olonchilarimizning paxtliq kiyimi yo'q. Bu ahvol bizning harakatimizga to'sqinlik qilmoqda. Agar sizlar go'mindan tik turayotgan va bir necha kundan keyin Shexoga mang'uzmoqchi bo'lgan qishliq kiyim-kechaklarni qo'lga tushirib, bizga yetkazib bersanglar edi, intayin yaxshi bo'lgan bo'ladi. Bizning qiyinchiliklarni yengishimizga nihoyat cho'ng yordam bo'ladi. Bir ilojini qilishinglarni umid qilamiz." Kun o'ltirib ketdi. Derazadan tushib turgan kun sho'lisi yetdi. Qarong'u tushib ketguncha yig'in qatnashchilari tarqalib ketishi kerak edi. Shunga vaziyat taqozosi bo'yicha vazifalarni taqsim qilish muzokarasi boshlandi. Bu ish ancha uzoqqa cho'zilmadi. Oradan 15-20 minut o'tgandan keyin yig'in boshqaruvchi qisqacha g'ulg'uladan keyin vazifalarni o'rinlashtirdi. Birinchi, shahar qo'zg'olonchilarini qurol-yarog' bilan ta'minlashga 4 kishi. Ikkinchi, tashviqot va yoshlar xizmatiga 2 kishi. Uchinchi, go'mindanning tik turayotgan qishliq kiyimlarini egar jabdoqlarini qo'lga tushirishga va Nilqa qo'zg'olonchilarga yetkazib berishga 4 kishi. To'rtinchi, Nilqa bilan davomli aloqa qilib turishga 2 kishi mas'ul qilindi. Nizomiddin bilan yana 1 kishi yaqin orada Nilqaga avatiladigan bo'ldi. Yig'in tarqaldi. O'yliga chiqqanda Abdukarim Nizomiddinga dedi: "Xo'sh, Nizomiddin apandi, uyingizga qaraydigan odam yo'q. Bolalaringizni qanday qilishni o'ylayapsiz?"
Moğol küräge chiqib qo'yish qaroriga keldim. Kechikib qolasizmikin? Yo'q, u yo'l bilan mangmayman. Sumul taraf bilan mangaman. Avliya cho'qa orqali o'tib ketgili bo'ladi. Undaqda qatnashni hal qilibsiz-da. Ha, Nuraxun buloqning yenigacha opirib qo'ydigan mashina topdim. U yiqiga uloq tepiladi. Noitda yarim kunlik yo'l. Yaxshi, balalaringizni xotirjam qilganingiz tuzuk. Hamrohim bilan obdan kelishib olsak, balki yo'l chiqib qolsa, shu yoq bilanla ketib qolarmanmikin? Ishqilib, yo'l bexatar bo'lsa, undaq qilsangiz teqi yaxshi bo'ladi. U o'ylanib qoldi-da, yana mundaq dedi. Undaq bo'lsa, siz bilan ba'zi bir masalalarni obdanroq so'zlashib olayli. Yuring, birga yanayli. Abdukarim bilan Nizomiddin ko'chaga chiqqanda qorong'u tushib ketgan edi. Ko'cha sirliq jimjitligi, birmu odamning ko'ziga chiliqmasligi bilan surlik tusga kirib qolgan edi. Ular arambaxsh saf havodan rohatlanib nafas oldi. Sovuq shamol yuzga urilganda Abdukarim o'zining qattiq charchaganligini his qildi. Ansizlik paydo qilib yaqinla bir yerda tuyuqsiz ishning havishig'ini, odamlarning varang churingi anglandi. Har ikkisi o'z ko'ngillarida odam o'g'irlarining bu yerga qadami yetibdi-da deb o'yladi. Ikkisi yonma-yon minib, qadamlarini ildamiltib, tunning sirliq qo'ynida birdamdala ko'zdan g'oyib bo'ldi. Davomi bor.